Aşmasam bu oshxona yirik oshxonalardan bittasi. Torchani buldursam yorim keldi yonga. Boshingni qarog'i, ko'zingni zibolig'i. Birinchi boshlanganda shu aytidan boshlagan. Musiqa bilan shug'ullanish inson uchun ikkita o'ta muhim sabab bor. Birinchi navbatda eshitgansizlar, bizni sohada sluhi bor, sluhi yo'q degan gap bor. Lekin eshitadi u odam. Oddiydan bir kalla baland bo'lishi kerak. Chuqurroq eshitish kerak. Yadrosini eshita bilish kerak. Ana o'sha protsessni rivojlantirib beradi. Eshitish qobiliyatini, ya'ni o'ta chuqurlashtirib beradi. Bu ham muhim narsa. Masalan, siz menga gapirayotganingizda fikringizni o'zagini tutib olishim kerak. Ana o'sha o'zagini tutib olish uchun odam ziyrak eshitish kerak. Endi bu narsa har qanday ilm qayerdan kiradi? Lodan. Ya'ni u kanalni katta qilib ochib beradi, tushuntira oldimmi? Faqat muzikaga emas, u fizikaga ketadimi, u boshqa ketadi. Qayoqqa ketsa ham birinchidan qabul qilish obyomi kengayadi va xotira mustahkamlanadi. Musiqa bilan shug'ullangan odamda xotira mustahkamlanadi, kirgan bilim saqlanib qoladi. Shuning uchun eski allomalarni hammasini kuzatinglar, bitta musiqa chalgan. Hammasi. Bunaqa davrda hamma noldan boshlaydi. Ishoninglar, kechagi 50 yillik tajriba ish bermaydi. Bugun yechim bermaydi. Bugun mutlaq bugun o'ylab, bugun yechim beradi. Rahmat.